Jahon sizlar bilan Telegramda topikli gruppa ochishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga kira olamiz va gruppa so'zad qilamiz. Qanday bosamiz? Bu yerda odam qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'zimni qo'shib qo'ya qoling. Mana gruppa ochildi. Bu topikli emas. Endi buni topikli qilish uchun bu yerda 3 ta nuqtani bosamiz va управление группой bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana temi новый bossak, mana ochiq turadi. Bu yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni yoqganimizda vkladki va spisak chiqadi. Bizga spisk kerak bo'ladi. Сохранить bosamiz. Bu yerdan ham сохранить bossak, mana bu gruppa topikli bo'ldi. Endi topik qo'shish deylik. So'zad temi mana bu yerda deylik. So'zad bosamiz. Mana bu yerda chiqdi. Bossak, mana topik ochildi va vazifaga qo'shildi. Yana xuddi shunday qilib topik qo'shib ketsa bo'ladi. So'zad bossak bo'ladi. Va mana yana topik ochildi. Xo'p, biz sizlar bilan topik ochishni o'rganishimiz kerak edi. Mana ko'rib chiqdik. E'tiboringlar uchun rahmat.